ketsangiz yaxshi Assalomu alaykum. yaxshi gaplashardik-da VPNdan chiqib. Aka qayerdansiz? Ha, qayerdansiz aka, ismingiz nima? Men Buxorodan Nodirman. Nodir, nechinchi yilsiz Nodirbek? 84-yilman. Hozir qayerdasiz? Nima ishlar bilan bandsiz? Tumenga Tobolskkaman. Svachik bo'lib ishlayman. Buxoroda qayerdansiz Nodirbek? Kogondan. Buxoro Kogondan. Qancha bo'ldi kelganingizga Tumenga? Dekabrga kelgandim aka. Dekabrga kelgansiz. Bizni kanalni kim tavsiya qildi? Qanchadan beri kuzatyapsiz? Ana Andijonlik bolalar bilan birga Argonshiklar ishlaymiz. Kecha o'sha chaqchaq qilib o'tirib, keyin ikkita bilet sotib oldim. Birinchi marta o'yinda ishtirok etishdingizmi? Birinchi marta aka. Va o'yinga ishonch bo'ldimi? Yo kecha bayramda ovoraverdingizmi, nima bo'lsa bo'ldi deb? O'zi xursandman, yana xonadonchilar bilan mana o'tiribmiz, hamma xursand. Gap yo'q. Nima edi endi oldinga qo'yilgan maqsad Nodirbek? Oila bormi? Nechta farzand bor? Bor, 3 ta farzandim bor, Xudoga shukr. Aha, oldinga qo'yilgan maqsadlar nima edi? Nima niyatda yuruvdingiz mana? Rostmoni ayting qani. Endi bizdan ham kichkinagina fermachamiz bor, bedanachilik bilan shug'ullanaman men aka. Ha. Endi shuni 10 mingga yetkaraman deb shu yoqqa chiqib keldik. 10 mingta qilaman deb chiqib keldi. O'zi 1000 ta bordi uyga. 1000 ta shu inkubator olib, meni ro'zg'ori sekin-sekin tebratib o'tirdik-da. Nech pul bo'lsa endi 10 mingta qilsa bo'ladi. Uni foydasi yaxshimi? Nimaga sotasizlar? Tuxumimi yo go'sht pulmi, uni pati pulmi? Tuxumiga ham, go'shtiga ham, keyin bu o'zimning ishqibozim bor, ana qanaqasi kapchonni qilaman. Yana mini marketlarga shuni olib ana bu rivojlantirmoqchi edim, hech bo'lmay turibdi. Ha, nech pul bo'lsa endi 10 mingta qiyorsa bo'ladi. Ana shu 20 ming dollarlar ketadi yo'qda. Qurilishi bilan keyin kataklari. O'zim tuxumdan ochib chiqartiraman, mana shu Texas parodasidan olib kelaman-da, shu Rossiyadan olib borganman, shuni ko'paytiraman. Nodirbek, bo'lmasa 20 mingta qilamiz ekan sirazi. 27-24 midi biletingiz bormi? 27-24. Rahmat, shu 27-24. Tabriklayman bo'lmasa, bedadan sayratib yuravering. 40 ming dollar sizga nasib qildi. 40 ming dollar. Rahmat aka. Bir obunachilarga yaxshi tilaklar bildiring uka. Yana hammaga omad ish qilib, ana shu yomon emas, ana ishlarni gunoh qilib, bachalarni tavsiya qilib, ish qilib o'ynanglar. Hammani shu barakasini bersin Xudo taolo, omadini bersin. Chiqib yuragiga bor narsani chiqib ro'yobga chiqarsin. Gap yo'q. Qachon boraylik endi bedana go'sht yegani? Bemalol xohlagan kun. Ay, gap yo'q. Sovg'a bilet obunachilarga nechta ochamiz? 2000 rubldan bo'ladi. 30 ta ochamiz. Yo'q, 30 ta u juda oz, ko'proq oching. O'zi o'tgan safar 30 ming o'tganlar 100 tadan ochishdi. 40 ta chiqdi, 40 ta ochamiz mayli. Yo, 100 taning tepasini gapiravering, chunki siz birinchi o'ynab уже 40 ming dollar yutyapsiz. Bu juda katta pul. Ha, 100 ta mayli ochamiz. Gap yo'q. Uka sog' bo'ling, salomat bo'ling. O'zimiz aloqaga chiqamiz. Siz уже sekin sumkani zamoylab uyga bedana sayratgani. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga aziz obunachilar. Sizlar bilan men Abdurasul aka rozg'ish kanalining admini bo'laman. Bilasizlar, 4 yildan beri faoliyatimizni olib boramiz va juda ko'p avtomobillarni, pul sovg'alarini o'z egalariga topshirdik. Buni ko'rgan, eshitgan, musofirda yurgan aka opa-singillarimiz o'yinda ishtirok etishni xohlashyapti. Afsuski tushunmasdan biz nomimizdan ochilgan soxta kanallarga aldanib qolyapsizlar. Shuning uchun iltimos qolardim, shu videoni o'tkazib yubormasdan ko'ringlar. O'yin haqida полностью ma'lumotlarni hozir qisqacha berib o'taman sizlarga akalar. Xo'sh, biz o'yinga har doim bilinglar Telegram kanaldan start beramiz. Telegram kanaldan. Ya'ni sizlarga nima kerak bo'ladi? Endi Telegram kanalimizni topish kerak bo'ladi. Telegram kanalni topish uchun sizlar hech qachon Telegramga kirib aka deb izlamanglar. Telegramga kirib aka deb izlaydigan bo'lsanglar, o'nlab kanallar chiqib keladi. Siz haqiqiysi bilan soxtasini ajrata olmaysiz. Sababi men qo'yayotgan videolarni birga bir qilib ular ham qo'yib borishadi. Shuning uchun bu yerda ajratishni bitta yo'li akalar. Sizlar bizni YouTube kanalimizga obuna bo'linglar va har doim YouTubedan istanglar meni.
YouTube'ga kirib turib aka-uka rozыгрыш deb yozadigan bo'lsanglar, meni kanalim chiqib keladi va qo'yilayotgan videolar chiqib keladi, prямой translyatsiyalar chiqib keladi. Yoki bo'lmasa shu ekranda ko'rgan QR kodni shu telefoningizni fotoapparatini ishlatib turib shuni yaqinlashtirsangiz, shu QR kod orqali ham bemalol biz Telegram kanalimizga o'tsangiz bo'ladi.